Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi dezinfeksiya ish jarayonimizda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidida dezinfeksiya ish jarayonlarini olib bormoqdamiz. Bugungi ish jarayonimizda asosiysi yog'och qurtlariga qarshi ushlamchi ishlov bilan beriladi. Ko'rib turganingizdek, birinchi ishlov jarayonimizda bu suyuqli holatda sepilishi deyiladi. Ikkinchi ish jarayonimizda fumigatsiya usulida tabletka holatda beriladigan, uchinchi ish jarayonimizda asosiysi tutun holatida beriladigan fumigatsiya usulida beriladigan dori vosita hisoblanadi. Desmax Pro uz jamoasini kuzatib boring, qo'limizdan kelgancha xudo xolasa keyingi ish jarayonlarimizni qo'yib boramiz. Rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum. Rastan aka, tuzilishlar charchamayapsizlarmi? Yaxshimi, charchamayapsizmi? Alhamdulillah, rahmat. Ishlaringiz zo'r. Qolmanglar endi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bizning masjidimizda qanday endi dezinfeksiya ishlari qanday ketyapti? Dezinfeksiya ishlari hozircha yaxshi. Hozir mana birlamchi ishlov jarayonini qilib bo'ldik. Xudo xolasa yana ikkilamchi ish jarayoni qoldi. Ikkita ish jarayonimiz. Birinchisi tabletka holatida fumigatsiya holati bo'yicha beriladigan dezinfeksiya ish jarayonimiz bor. Ikkinchisi xudo xolasa oxirgi etapda buni tuman holatida bug' izolyatsiya holati bo'yicha fumigatsiya usulida beriladi. Endi bu hozirgi qurt asosiy ommaviy holat bo'lib turibdi-da, birinchi o'rinda turibdi. Bu yog'och qurti deyiladi. Yog'och qurti asosiysi o'ris daraxtlarda, ya'ni archalarda ko'proq paydo bo'ladi. Qanday holatlarda? Ularni po'sti shilinmasdan yoki nam holatida qo'yilgan paytida, bular usti yog'ochning usti archilmagan holatda tursa, xonaning ichi dimlangan paytda bular faollashadi. Ya'ni tuxum jarayoni ochib chiqishni boshlanadi. Ya xudo xolasa 100% natija bilan qilaveramiz. Salomat bo'lingizlar. Hozircha pastki bino, ya'ni binoning ichki qismi, ya'ni hozir bajarilayotgan ishlaringiz xudo xolasa birlamchigina bajarildi. Hozir birlamchigina bo'ldi. Hozir xudo xolasa mana o'sha pastda bu birlamchimiz tugadi. Endi sababi hozir bu yoqda bezapixni holat bo'lgani uchun odamga zarari yo'q birlamchini. Bu 5 yilgacha turadi. Sepgandan keyin dori vositasi yopishib qoladi. Ertaga misol uchun bitta tuxumni lichenkasini chiqarish maqsadida fumigatsiya usulida foydalaniladi. Fumigatsiyasini foydalanishimizning sababi ichkaridagi karbonatli gaz holatida kirib borib, ichkaridagi lichenkani tashqariga chiqarishga majbur qilib, o'sha joyda o'ziga nobud qiladi. O'sha joyga nobud qilaveradi. U 100% natija bilan qilaveramiz, xudo xolasa. Salomat bo'lingizlar.